bir ikkita gap chiqarishibdi. Xitoy makkajo'xorilari siloslarini agar ekib silos qilib qo'shilgan bo'lsa, suvi ko'p chiqib ketadi, oziqa birligi past, bola tashlavoradi degan gaplarni chiqarishayotgan ekan. Hurmatli dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz, iltimos bunaqa bo'lmagan provokatsiyalarga yurmanglar. Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz. 2026-yil 18-iyun kuni keyingi makkajo'xorilarimiz kirib keldi. Bu silos yo'nalishidagi makkajo'xorilarimiz bo'yi 4 metrgacha bo'ladi. Hosildorligi 80-90 tonnagacha bo'ladigan silos makkajo'xorilarimiz oziqa birligi 45-50% gacha oziqa birligi kuchaytirilgan judayam zo'r sifatli siloslarimiz kirib keldi. Don yo'nalishi bo'yicha Tianchan 6 makkajo'xorilarimiz ham kirib keldi va judayam chegaralangan tarzda kirib keldi. Hurmatli dehqonlar, bittanasiga to'xtalib o'tmoqchimiz. Ba'zi bir kompaniyalar, ba'zi bir xodimlar bir ikkita gap chiqarishibdi. Shu Xitoy makkajo'xorilari siloslarini agar ekib silos qilib qo'shilgan bo'lsa, suvi ko'p chiqib ketadi va oziqa birligi past, yana bir gaplar bola tashlavoradi degan gaplarni chiqarishayotgan ekan. Hurmatli dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz, iltimos bunaqa bo'lmagan provokatsiyalarga yurmanglar. Xitoyda ham shunaqa seleksionerlar bor, o'zini ustida ishlayotgan va hozir hammamiz bilamiz, dunyoga o'zini mahsulotlarini juda ham tez tarzda tanitayotgan va sifat bo'yicha kerakli katta dunyoviy brendlardan ham o'tib ketganlarini ham bilamiz hammamiz. O'tib ketishyapti ham bir ikkita sohalar bo'yicha. O'shaning uchun makkajo'xori bo'yicha ham biza buni bir yil bo'lmadi, 2 yil bo'lmadi bu soha bilan shug'ullanayotganimizga bizga yillar bo'lgan va biza har bir narsani oziqa birligini o'rganib va O'zbekiston sharoitida qanaqa bo'lishini o'rgangan holatda olib kirganmiz bu gibridlarni va o'zini zo'r ko'rsatadi. U yolg'on gap, bola tashlab qo'yyapti, suv chiqib ketyapti, oziqa birligi past degan narsalar hammasi yolg'on. Bunaqa yolg'onlarga ishonmaysizlar va bee'tibor bo'lasizlar degan umiddamiz. Va stressga chidamliligi bo'yicha Xitoyga yetadigan stressga chidamli makka yo'q. Buni men aniq aytaman. Sizlarga rahmat, bizani kuzatishda davom etinglar. Genetik Seeds sizlar uchun hamisha harakatda. Sizlarga rahmat. Hurmatli dehqonlar, yana bir narsani aytib o'tib ketish esimdan chiqibdi. Hamma biladi, Tarex Turkiya kompaniyasini ham O'zbekistonga biza rasmiy distribyutorimiz, uni ham biz olib kiramiz. Men aytmoqchimanki, Turkiyaniki yaxshi, buniki yomon, yo'q Xitoyniki yaxshi, Turkiyaniki yomon emas. Ikkalasi ham o'zini sifatida ulubini zo'r. Lekin u bola tashlab qo'yadi, yo nimadirlar, yo suv chiqib ketadi, yo oziqa birligi past degan gaplar hammasi yolg'on. Ahamiyat bermaydi. Sizlarga rahmat.